Bilal aka, ko'rib turibmiz, stroyka avjida. Kottejlar haqida endi chuqurroq ma'lumot bering. Xo'p, kottejlarimiz haqida boshlaydigan bo'lsak, bizda 4 qavatli bo'ladi kottejlarimiz, 4 ta urovень. Xo'p. 1.8 maydonli joyga tushayotgan kottej qurilayotgan maydoni bo'lsa 10 ga 11. Bu degani 1.1 sotiq bo'ladi. Har bir etajimiz 110 kvadrat metrdan bo'ladi. Podvollarimiz mana ko'rib turganinglardek 2 slojli gidroizolyatsiya bo'lgan. Bu degani mog'or bosmaydi. Hop. Zax o'tmaydi. Yashashga moslashtirib beramiz. Patologlari ham baland. Hamma podvollarda qancha bo'ladi? 2 metr, 2,5 metr bo'ladi. Bizda 3 metr 10 santimetr bo'ladi. Remontdan keyingi holati. Podvolda ham yashasa bo'lar ekan-da. Bemalol, bemalol. Hop. Uni xohlasanglar sport zal qilib bo'ladi, xohlasanglar mehmon kutishga xona qilib yoki kinozal qurishlik ham mumkin. Klientlardan har xil takliflar tushib turadi o'zi bizga. Birinchi qavatimizda boshlaydigan bo'lsak, hol bo'ladi, oshxona, bitta katta zal, bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. O'zining отдельный санузел bilan bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda bo'lsa, u yoqda yana bitta katta zal, o'zini balkoniga ega bo'lgan katta yotoqxona bo'ladi, ota-onalar yotoqxonasi va ikkita detskiy bo'ladi. Uchinchi qavatimizda bo'lsa, katta mansarda, u ham 110 kvadrat metr bo'ladi. Buni hisobga olib, summarni hisoblab ko'radigan bo'lsak, 440 kvadrat metr bo'lib turib, bu degani shahardagi 4 xonali kvartiradan 4 tasi bor. Ko'p sonli oilalarimiz kelib, farzandlarini uylantirib, yoshi kattaroq otaxonlarimiz, onaxonlarimizga juda ham bir chiroyli manzarasi bo'lgan, toza havosi bo'lgan. Xo'p, shunda nechta xona bo'lyapti o'pshi? Umumiy 6 xona bor. 6 ta xona, 3 ta sanuzel, 3 ta sanuzel, 4 ta etaj. 4 etaj. Hammasi buni ichida podvolda ham yashasa bo'ladi, любой ish qilsa bo'ladi. Mansardada ham xuddi shunaqa deysiz, to'g'rimi? Ustida bemalol. Chotki, joylashuv qayerda? Joylashuvimiz Uchqahramon postdan 5 kilometr kirganda Shredder bog'i bor. Mana Shredder bog' ko'rinib turibdi. Shu Shredder bog'iga ko'ndalang tushgan. Bizning kottejimiz balkonlardan chiqib qaraganda shundoq bog'ga, 10 mingtacha daraxtga, o'rmonzorga ko'z shundoq tushadi. Havosi juda ham toza. Eng plyus tarafini aytaymi? Yoz faslida jazirama issiq bo'lib turgan paytlarda bu imini shu lokatsiyamizda shaharga qaraganda 10 gradus pastroq yuradi har. Gap yo'q, salqinroq bo'lar ekanda. Salqin, shunda paytida ham maza qilar ekanda. Ha, shunda balkondan chiqib olib, choy ichib, kofe ichib. Zo'r. Ham zo'r bo'ladi. Xo'p, tushunarlik. Joylashuvni ham tushundik. Endi eng shirin joyga keling. Narxi aytsam kulasizlar. Qani? Narxi endi ikki xilda bizda narxi. Kimdir remontini o'zim qilaman, o'zim ichida tashkillashtiraman deganlarga shu fasad qurishlarini qilib berib, bruschatkalarni, oyna romlarni qo'yib, darvozalarni elektronik bo'ladi bizda darvozalarimiz. Pultda ochishadi, keyin дополнительный kalitka bo'ladi. Hammasi shu fasadlari ichida bo'lganda $105,000 bor. $105,000. Oho. Endi o'zingiz o'ylang, 4 qavatga bu 440 kvadrat metr. 4 ta kvartirani imkoniyatini berib olsalar, o'sha narxga. Lekin juda ham arzon tushadi. Zo'r. Lekin bir xillarda juda ham band akalarimiz bo'lishadi. Ular yo'q, bizga tayyor remonti bilan kerak deb so'rashsa, pat ключ so'rashsa, 100% ichki remontlarni qilib, sanuzel, santexnika, teplый pol hamma narsasini qilib berishimizda $130,000 bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Значит, agar korobkani oladigan bo'lsak, 105,000 bo'lyapti. 4 ta etaj, 3 ta sanuzel joy ajratilgan, 6 ta xona ajratilgan, hammasi gatovoy turibdi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, agar ichini remontka отделкаларni ham qilib bergan desa, 130,000, 25,000 qo'shilar ekan. Xuddi shunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Agar ko'chadan 100% o'tdan bu yerdan remont qiladigan bo'lsangiz, скорее всего qimmatroq tushadi. Chunki bizda ustalarimiz объемga ishlashadi. Shu sabab biz qurilish mollarini ham birinchi qo'ldan olganimiz sababli bu bizga ancha arzonga tushadi. Xo'p, Bilal aka, hozir hamma yoq rasochka bo'lib ketgan. Uylar ham, mashinalar ham, любой narsa. To'g'ri. Bek uylarida rasochka bormi? Rasochka keladigan bo'lsak, endi mayli mijozlarimizga yengillik bo'lsin deganda 50% ni to'lashsin, qolganini gaplashamiz, xudo xolasa. Zo'r. Значит, 50% boshlang'ich to'lov qilsa, rasochkaga mana shu kottejlardan bittasiga egalik qilsa bo'lar ekan. Inshaalloh, xudo xolasa. Kadastr tayyormi? Kadastr tayyor, notariuski tayyor. Hamma dokument joyida. Bo'ldi, inshaalloh. Sekin o'zi niyatidan yaxshi qilib qo'ygan bo'lsa, kelib ko'chib boshlasa bo'lar ekan. Boshlasa bo'ladi. Inshaalloh, bo'ldi. Aniq bosib yuborish kerak. Tushunarli. Qaysi nomerlarga murojaat qilish kerak? Bu pastda yozib qoldirilgan nomerga telefon qilasiz. Bosib yuboringlar.